Faberlic kompaniyasidan mana shunaqa zubnoy щеткалari bor. Innovatsionniy. Mana shunaqa chiroyli qadoqda keladi. Bu mana zubnoy щетка ионами серебра. Buni ichida serebrosi bor. Zubnoy nitlari mana средняя жесткость. Bu degani o'rtacha shitinalari juda ham qattiq emas va yumshoq, слишком yumshoq ham emas, o'rtacha. Buni ichida mana nimasi bor. Kumush ichida ishlatilgan, serebro kumush. Mana bu esa bizda silikonovая zubная щетка. Bu silikondan qilingan. Mana shu o'g'il bolalarga ham, qiz bolalarga ham mana ranglari har xil bor. Innovatsion, bu ham мягкий shitinkalari. Kim yoqtirmaydi, qattiq средняя жесткость tishlariga qonatvormaydi va nima qilmaydi. Mana новое решение в уходе за полостью rta. Mana effektivно очищает и зубы нежно массировать десна. Desnalarga ham qattiq milklarga ham tegmaydi. Mana подходит для чувствительных зубов и десен. Силиконовая щетка. Не ранит и не царапает десны. Mana har xil bakteriyalar ham bunda ko'paymaydi. Размножение bakteriya deyapti bu yerda. Предотвращая заболеваемость полости rta. Bakteriya ko'paytirmaydi. Har 2-3 oy almashtirish kerak zubnoy щеткani. Buni hamma stomatologlar ham aytadi. Bu juda ham yaxshi. Silikonovoy esa nimalarni ham sovetовать qiladi stomatologlar. Потому что o'zim tish doktorini juda ko'p nima boraman. Har doim har 6 oyda чистка qildirtiraman, har xil protseduralar qildirtiraman, потому что bizni sog'ligimiz birinchi navbatda tishlarimiz mustahkamlash uchun juda ham kerak bo'ladi va har doim o'zimizni chiroyli tishlarimizga qarashimiz kerak. Hozir buni ochib, obzor qilib ko'rsataman. Mana hozir ochdim. Mana silikonovoy щеткani mana shunaqa bo'ladi. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Qaranglar. Мягкий. Qattiq emas, ham milklarni qonatvormaydi. Mikroblar ham, bakteriyalar ham nima qilmaydi, qolmaydi bunaqa zubnoy щеткаlarda. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Hozir esa endi keyin kumushdan qilingan zubnoy щеткаlarni ko'rsataman. Narxlari hamyonbop. Menda hozir aksiya ketyapti. Kim ikkita zakaz qilsa, Faberlic kompaniyasi bitta xohlagan rangingizdan, xohlagan nimangizni qo'shib beradi. Aksiyalarimiz zo'r.